Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Ahmed va bugun kundalik tahlilni ko'rishtirgandan xursandman. Bugun 4-may va bugun bizda news hech qanaqa yo'q. Ishlasak bo'ladi. Kecha CPI bo'ldi. CPI yaxshi yuraverdi. CPIdan keyingi bozor yaxshi yuraverdi va menimcha discount va premium arealarga borib уже qarama-qarshi tarafga yurishni boshladi deb umid qilaman. Short termda, ya'ni bugun yoki ertaga yoki bu hafta. Shunaqa. Kelinglar, bittadan dollar indeksidan boshlaymiz. Men dollar indeksida daily candle'lar berish yopilishini kutyapman. Ya'ni qanaqa? Mana shunaqa yopilishini kutyapman. Menda target bor. Va bu menda imbalance. Ko'rasizlar, mana bu yerda imbalance paydo bo'lib qolgan. Ya'ni narx biyologiga kelmagan. O'shani target qilmoqchiman va qayerdan deydigan bo'lsak, o'sha teparoqlardan buni yevroda yaxshiroq ko'rsatib berishi mumkin. Kelinglar yevroga o'tamiz. Hozir yevroda xuddi shu narsani teskarisiini kutyapman. Ya'ni bizda bu yerda ham imbalans paydo bo'lgan va daily candle mana shunaqasini kutyapman bugun kamida va soyasi cho'zilishi mumkin ma'murlargacha yoki ma'murlargacha. Xuddi shunaqa va kirish nuqtasi qayerdan bo'lishi mumkin? Mana 4 soatlikda FVG bor, ko'rasizlar katta. O'sha yerdan bo'lishi mumkin yoki 1 soatlikni qaraydigan bo'lsak, juda ham chiroyli FVG bor, 1 soatlik aynan. Kelib yozib qo'yamiz. 1 soatlik. Xuddi shu taraflardan kutyapman bayga yurishini. Kelinglar indekslarga o'tamiz. Indekslarda juda ham zo'r kartina. Sellga qiziqqan bo'larmidim, balki mana bu yerga kelgandan keyin. Ungacha esa bay. Bayni qayerdan ko'ramiz? Menga hozircha qiziq bo'layotgan nuqta bu kunlik low, ya'ni bizda Asia low qolib ketgan. Asia low'dan men qarab ko'rgan bo'lardim bayga. Aynan mana bunaqa ssenariyni qaragan bo'lardim. Va bizda S&P 500 da ham xuddi shunaqa ssenariy. Balki kelmas SMT paydo qilib tepaga yuraverar, lekin menda S&P'da target yo'q. Kelinglar HUSD ga qaraymiz. HUSD da menda juda ham zo'r target bor. Bu weekly FVG. O'shani yaxshigina target qilib olsak bo'ladi va qayerdan ishlasak bo'ladi? Bilmadim. Menimcha biyologiga kelib o'tirmasa kerak degan umiddaman. Men bu yo'lga tushish uchun aynan srazu tushib ketishini xohlayman. Srazu mana bu yerga kelmasdan srazu tushib ketishini xohlayman. Yevroda esa mana bunaqa kartina kutmoqchiman. Xuddi mana shunaqa kartinani kutaman. Va GUda ham GU qolib ketibdi-yu. GUda bizda weekly gap bor edi, weekly opening gap bor edi. O'sha yerdan ancha-muncha confluence'lar bo'lgan, ya'ni ancha support bo'lib bergan. O'sha yerdan men narxi kelib o'sha buy side'larga qarab yurishini kutyapman. Xuddi mana shunaqa temani. Bizda mana bu yerda weekly gapdan to'g'ri buy side'larga hujumni ko'rmoqchiman. Sizlar bilan Ahmed bo'ldi. Xayr salomat bo'ling.